Oku ilmin kamal tapsın, aziz halkın ravaş tapsın. Nimaga? Kim o? İşkichi. Ama telefon saratıdı. Telefon? Bu yatakta bizden bağlılığımızı hiç kim bilmese kim olgandı? Ala. Apaka sen? Vay sen ala mı? Ala. Va! Mehmet Ekma! Yo'qolib ketdi uliga, adash. Deypay chiqamabsizlar-ku. Deydiniz yan chiqib ya seysit vatamsizlar, ya haysit vatamsizlar. Her ikilisi satsanglar mayliliki meysatni olasizmi, adash? Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar. Bugün anlatılған əsərimiz Yanfon və biz. Yazğıcısı Abdülaziz Muhammed. Mikrofon aldıda Abdüəlli Muhammed Niyaz. Uçur texnikasidan tərəqqi qilishi bizga nurg'un qulayliklarni elib keldi. Bunun bilan birga to'g'ri qo'llanmaslik tufaylidan nurg'un salbiy ta'sirlarga uchramoqdamiz. Bularning biri dal qo'limizdagi ahli iqtidorli qo'l telefon. Tunji telefon 1876 yili Alexander Graham Bell tarafidan ijod qilingandan keyin nurg'un yanglish bosqichlarini boshdan kechirdi. Qo'l telefonning maydonga kelganiga taxminan 20 yil bo'ldi. Har xil markadagi ahli iqtidorli qo'l telefonlarning texnikalik saviyada o'zaro basish natijasida cho'nliqdan kichiklab yanchuqqa siqqidek hozirgi holatga keldi. Elib yurishga aptiki va qo'llanishchan bir aloqa quroli bo'lishi sifati bilan uzluksiz yangi iqtidorlarning qo'shilishi orqali 143 yoshlik bu davrda o'zini ko'rsatib, kompyuterni, televizorni, soatni, fotoapparatni, hatto elektronlik banka app detallari orqali portmonini joylayapti. Buning bilan qolmasdan yana nurg'un baxtli oilalarni joylamoqda. Safsilib qaraydigan bo'lsak, ko'rish qo'tingizni xo'rtib, bizning salomatligimizni joylamoqda. Alexander Bell telefonni ijod qilganda bularni bilmagan bo'lg'aydi, bu noma'lum. Ammo kunimizdagi aqliy iqtidorli telefonlar hayotimizni jiddiy tarzda o'zgartmoqda va bizni bepoyon mavhum dunyoga so'rab kirmoqda. Qani undaqda so'zimga quloq soling. Bizni joylayotmasdan burun hayotimizga bir qur qarab chiqayli va o'zimizga diagnoz qo'yib, vaqtida to'g'risini qilayli. Kundalik hayotimizga qaraydigan bo'lsak, vaqtning qiymati bilan telefonni to'g'ri shaklda qo'lga oladigan kishilarning soni jamiyatimizda xeyli ko'p salmoqni egallaydi. Lekin to'liq afsuski, to'g'ri usulda unumli bir shaklda qo'lga olmaydiganlarmi oz emas va kun sari ko'paymoqda. Masalan, attigini uyg'onibla ko'zimizni ocholmasakmi, silashtirib yurib telefonni tepib, ming dasta ochgan ko'zlarimizning tunji bo'lib telefon ekraniga tikilishi, darsda bir ko'zimizning telefondagi uchurlarda bo'lishi. Texmi ichinishlik yeri o'zimizning sinfda bo'lsakmi, ikki ko'zimizda xayollarimizning, dars ustulimizning, muallimlarimizning ko'rolmaydigan bir daldasida alqalimizning tomirlarimizning ro'yimizgacha daraxtdan yirtisak tushib bizni chirmogan qo'l telefonimizda bo'lishi. Darsga berish va kelishda hech bir kishini so'qatmasdan, tashqa putlashma yoki eg'izi echilib qolgan suv yo'llariga tushib ketmay va yoki ketayotgan yo'limizni yo'qotib o'tmay alohida talat bilan yurishimiz. Do'stlarimiz bilan o'tirganimizda mavhum dunyodagi do'stlarimiz bilan bo'lib ketib, yenimizdagi do'stlarimizni unutishimiz yoki e'tibor bermasligimiz. Mavhum ijtimoiy aloqa dunyosidagi do'stlarimizning soni ko'pligidan faxrlanib, mavhum dunyodan beshimizni ko'tara olmay, do'stlarimizga vaqt ayira olmasligimiz. Tamoq ustida o'tirganimizda kelgan tamoqni unutib qilib, telefon bilan bo'lib ketishimiz. Hattoki tamoq yeyishni unutib qilishimiz, telefon ekranidan beshimizni ko'tara olmay, yarim kecha bo'lib ketganini to'ymay, telefonni quchoqlab uxlab qolishimiz. Hatto telefon o'ynab kechalari uxlamasligimiz, kechalari uxlamaganning ustiga attigalari sahar tura olmay, hafta oxirida tushgacha uxlashimiz. Haftachi bo'lsa darsga kechikishimiz, texim eng xatarligi dars tashlab yana telefon va yoki boshqa internet aloqa vositalari bilan kun o'tkazishimiz qatorliq ahvollarning keng ko'lamda mavjud ekanligini ko'ra olamiz. Va yuqoridagi misollarning hech biri ijtimoiy hayotimizda yo'q deb inkor qila olmaymiz. Shundaq, statistikalarga asoslanganda Amerikadagi 45% nüfusning telefonsiz yasholmaydigan holga kelganligi o'tirg'a chiqqan. Telefonga ziyoda berilib ketganlikdan kelib chiqqan har xil sabablar tufaylidan o'lib ketayotganlar, og'rib kelayotganlar qatorliqlarni xabarlardan anglab turyapmiz.
Haqiqatanmı aqli ixtiyorli qo'l telefonlar başlamchi bo'lib, internetga bog'langan har xil aloqa vositalari xiroyin xumordek bizni xumor qilmoqda. İctimai aloqa qurollarga ziyoda berilib ketib, to'g'ri usulda ishlamasligimiz, xam xiyol va ahamiyatsiz ishlarga boshlab sho'ng'ib ketishimiz oltindek yoshliq darajasiga qilingan xiyonatga aylanmoqda. Zihnimizni har vaqt mashg'ul qilib, bizni charchatmoqda, tafakkurimizni cheklamoqda, har birimizning mas'uliyat doirasini taratmoqda. Yolg'izligimizni tugatishni o'ylab, mavhum dunyoga qancha ko'p bog'langan sari xo'shallikni internet dunyosini tepishga mahkum qilib, internet dunyosidagi biz diqqat qila olmagan ba'zi fikriy viruslarni sog'lom ideyamizni zararlash bilan birga, dal aksicha bizni yaqinlarimizni yiroqlashtirib, ma'naviy beg'imizni uzib, texmo yolg'izlikqa mahkum qilmoqda. O'ltirib o'ynash, yetib o'ynash, o'rib turib o'ynash qatorliq telefon o'ynashning bu uch xil holati harakat miqdorimizni, tafakkurimizni va muskullarimizni taraqqiy qilishini cheklab, imon kuchimizni tuvaltib, ko'zimizning ko'rish quvvatini chekindirib, salomatligimizga os xarakterlik kasal sifatida og'ir ziyonlarni silib kelmoqda. Va bularning natijasida yoshlardagi ruhsizlik, tushkunlik, umidsizlik, inkas tuvanlik, ruhiy jihatdan va ma'niy jihatdan harg'inlik qatorliq psixologik kasalliklar alomatini paydo qilmoqda. Qisqasi, ko'pinchimiz uchun aqliy ixtiyorli qo'l telefonining foydasi ziyni ko'proq bo'lmoqda. Undaqda biz bu ayrılmaz do'stimizning foydali va ziyonli taraflariga qarab chiqaylik. Aqliy ixtiyorli qo'l telefonining foydali taraflari. Birinchi, bu uzun quloq xat orqali yoki boshqalardan og'zaki so'zimizni necha oyda aran yetkazadigan yiroq musobaqani yaqinlashtirib, necha sekund ichida yetkazishimizga, hatto ekran orqali bir-birimizni ko'rib turibla paralashishga qadar qulaylashtirdi. Ikkinchi, internet bankasi har xil bilet setib olish, rasmiyat bajarish ishlarida o'chirib saqlash va boshqa taraflardan ko'p vaqtlarimiz tejaldi. Ziyonli taraflari. Birinchi, telefon ishlatish yoshi 6 yoshga, telefon o'ynash yoshi 2 yoshga tushdi. Ikkinchi, internet dunyosidagi bo'libmi ijtimoiy aloqa appliatsiyalardagi bizga foydali va foydasiz bo'lgan rangarang uchurlar diqqatimizni o'ziga qaratib, tafakkur qobiliyatimizni ishg'ol qilib, bizni moddiy va ma'naviy jihatda charchatmoqda. Uchinchi, qo'l telefon qarash uchun beshimizni tuvan tarafga ekanligimiz uchun bosh og'irligimizning umurtqamizga besim paydo qilib, umurtqa, bo'yin va bosh og'riqlariga sabab bo'lmoqda. To'rtinchi, telefon radiatsiyasi rak kasali va homiyning tushib ketishi ehtimolini kuchaytirib, homildorlar uchun ziyni bo'lmoqda. Beshinchi, qo'l telefonda yuqori ovozda muzika tinglash quloq pardasi va quloqning menga tutashgan ovoz yetkazish hujayralarining uzun vaqt ichida zaxmlanishi bilan birga gazlikni keltirib chiqarmoqda. 6. Tadqiqotchilarning tadqiqot natijasiga asoslanganda aqlning yetilishi to'solg'i ko'rsatganligidan yosh o'smirlarning qo'llanmasligi alohida ta'kidlanmoqda. 7. Qo'l telefonidan tarqalgan telefon radiatsiyasi insonlarning gen qurilmasiga ta'sir ko'rsatib, kelgusi nasllarning sog'lom dunyoga kelishiga tahdid paydo qilmoqda. 8. Telefondan tarqalgan radiatsiya yurak kasalliklariga, miya hujayralarining o'lib ketishiga keltirib chiqarib, farqlantirish ixtiyorining buzilishiga yo'l ochmoqda. 9. Mashina haydayotib qo'l telefon qo'llanishdan qatnash vaqasi kelib chiqmoqda. 10. Telefon LED ekrandan chiqqan nur sababli kechiliklari uyqularimiz kechikib, uyqu sifatimiz va salomatligimizda masalalar chiqmoqda. Tuvanda qo'l telefonining ziyonlaridan saqlanish tadbirlari. 1. Yetishdan burun qo'l telefonini 1 metr yiroq o'ringa qo'yish, mumkin bo'lsa taqib etish. 2. Telefonlashganda uzun paranglashmaslik, mumkin bo'lsa tingshish orqali telefonni quloqdan uzoq tutib paranglashish. 3. Kompyuter, qo'l telefon qatorliq asboblarni kichik bolalarga bermaslik. 4. Qo'l telefon va internetni qo'llanishda o'zini kontrol qilishga iroda yetildirish, vaqtni planlab o'tkazishga ahamiyat berish, mumkin bo'lsa bu to'g'risida ta'lim tarbiya elib, hayot tartibini ratlash. Yig'inchoqlab aytganda xulosa shuki, qo'l telefon hayotimizni qulaylashtirgan texnika davrining bizga bergan bir hadiyasi. Lekin qo'l telefonga ziyoda berilib ketishdan kelib chiqqan ziyon bizga elib kelgan foydasidan ko'p bo'lmoqda. Altında quyosh iznish davrimizda bizning qimmatli vaqtlarimizni o'g'irlab, bizni xumor qilib, o'g'inish natijamizning tuvallishiga, sog'lomligimizning chekinishiga yo'l ochmoqda. Internet dunyosidagi ahad mazmunlar e'tiqod va axloqimizni buzmoqda. Shunga aziz do'stim, bu nuqtalarga sal qaramasdan beshimizni ko'taraylik. Tükilgan qaddimizni ruslaylik. Hayotimizning bu qimmatli damlarda qo'l telefon, kompyuter va internetni to'g'ri bir shaklda, istiqbolimizga foydali bir yo'nalishda to'g'ri qo'llashga alohida diqqat qilaylik. Saf havodan qang'ucha nafaslanib, tabiatning go'zalligini o'zir elishni, hayotni qadrlashni, raqamlik, mavhum dunyodan halqib chiqib, atrofimizdagilarga mehrimizdan, qalbimizning to'ridan o'rin berishga sal qaramaylik.
Ахырда қалам қуытымның ajizligidan kutkuninglardek yazolmagan bo'lsam, texmi yaxshi yozishga tirishganligimni bildirish bilan birga hammanglarga yozuvim orqali ko'ngildan salom yo'llayman. Va eng oxirida bo'ysi do'stim menga hadiya qilgan tuvandagi bir kublet qo'shiqni yozmamni o'qigan do'stlarimga taqdim qilish bilan birga bu maqolani oyoqlashtiraman. Yoshlikda tut o'zingni, gulin kunda ichilmas, pushaymonning qochisi qeyrig'anda tepilmas. Bugun anglashimiz mush yergacha. Anlaganlarga rahmat. Mikrofon riyosatchisi Abduali Matniyazin hammanglarga Allohning salomati bo'lsin.